Baliq va mag'rur burgut degan ertagimizni eshitamiz. Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Katta daryo bo'yi, katta qanotli, uzun jigarrang tumshuqli oq qushlar joylashgan manzil. Qushlar har kuni ertalab to'planib, daryo suvida kezib yurishadi. Ular baliq qidirib, tumshuqlari bilan ushlaydi. So'ng daryodan uzoqda kutib turgan bolalari uchun olib ketadi. Kichkintoylar baxt va mamnunlik bilan onalarining tumshuqlaridan mazali taomlar totadilar. Shu tariqa hayotligi davom etadi. Bolalar ulg'ayayotganlarida qushlar guruhining rahbari bo'lgan keksa bobo qush ularga kattalar bilan daryo sohiliga borishga ruxsat etadi. U yerda baliq ovlash sirlarini mashq qiladilar. Yoshlar kattaroq qushlar yonida to'planib, baliqlarning suv yuzasida sakrashini va uning suv ostiga suzayotganligini tomosha qilishadi. Keyin har bir bola tumshug'ini suvga botirib, keyin kichik baliqlarni yutib yuborishadi va qushlar bolalarining o'sishini va baliq ovlashda o'zlariga bog'liqligini nishonlash uchun qanotlarini qoqib qo'yishadi. Bir kuni qushlar daryo qirg'og'ida turganlarida havo larzaga tushib, baliqlar xavotirlanib, qushlar qo'rqib ketishdi. Qarasalar bu burgutlardan biri bo'lib, birdan baliqqa yopishib, uni ko'tarib havoda uchib ketdi. Bu bir necha marotaba takrorlandi. Qushlar bir-birlariga nazar solib savol qilishdi. Bu ulkan burgut qayerdan kela qoldi?